Assalomu alaykum. Meni chaqirgansiz ekan. Ha, albatta, seni chaqirgandim. Bizga qaror kerak. Ha, tushunarli. Shunga men qurishim kerakmi? Ha, sen qurishing kerak. Kerakli narsalar omborxonada. Tushunarli. Tak. Qanaqa uslubda quray? Daraxtli qur. Shunisi yaxshi. Eng yaxshisi shu bo'ladi. Hali biz yutamiz mahalla bo'yicha. Shunaqami, mer? Hali mahalla bo'yicha uy bo'yicha o'ynayapmizmi? Ha, aytganchalik. Sabzilarni qayerga qo'ying? O'zingda qolaversin. Tak, salom hammaga, sizlar bilan Feddi. Eshitganinglardek biz mer uchun uy qurishimiz kerak. To'g'rirog'i qishlog'imiz uchun narsalarni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi, chunki omborxonadan eshitganingizdek olamiz ekan narsalarni. Ketdik omborxonadan olgani. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda kelgan qishlog'im bu yer. Meni bu YouTube kanalni endi yuritdim. Bilgan bo'lsanglar, makam qursa bo'lar ekan, zo'r ekan. Mana joy. Merdan aytganchalik so'ramabman qayerga qurishni. Tak, ketdik, so'rab kelamiz. Mer, qayerga quray? Ha, aytganchalik aytmabman-ku. Mana bu do'konni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. O'sha do'konni orqasiga. Mayli, xayr. Ha. Xayr, voy odamni siqiltirib yuborarkan. Короче, tez ishlarimni qilsam, pulim o'zimga qoladi. Chunki ko'rgan bo'lsanglar, pul menda edi. Tak. Endi daraxtni mana bunday qurib olamiz. Bu haligi turadigan daraxt. Endi maytni to'g'ri qurib qo'yibman. Endi bu yerda chofaramiz. Bo'ldi yo'qmi? Tak, mayli. Hammasi o'tgunchalik. Tak, bizga verstak kerak bo'ladi. Mana shu qo'yib qo'yamiz. Biz endi tayoqcha yasaymiz. Ketdik. Tayoqcha yasaymiz. Qanday yasalarda? Ha, bo'ldi. Yasab oldik. Endi shoti yasaymiz. Shoti qanday yasalardi? Mayli. Mer oldiga kirib keldim va bizga mandaqa barg berdi. Barglardan ko'proq berdi. To'g'ri osakan. Biz yarmini qur bo'ldik, deyarli qur bo'ldik. Tak, maytni buzib, maytdan tomini yaxshilaymiz. Har bitta daraxtni tomi chiroyliroq bo'lishi kerak, albatta. Bu yerdan bunday qilib olib, mana bu yer g'alati bo'lib qopti. Shu yerda to'g'irlaymiz. Ana shunday va maytni bunday qilib, menimcha realli daraxtga o'xshadi. Maytni yopib qo'yamiz. Voy, bu xunuk turarkan, bunday qilib yopib qo'yganimiz eng yaxshi qaror bo'lsa kerak. Mayli. Adashib ketdim. Barga qurib olmaydi-yu. Voy, yana shuni qildim. Barga qurib olmayapti. Mayli. Hammasi xato va bunday qilib olamiz va qo'llar bo'yicha birinchi o'rin bo'lsam kerak. Sandiqni qo'yib qo'ydi. Mayli. Qurib olsak bo'ldi. Kechqurun ham tushib qoldi. Maytni to'g'rilab olamiz. Maytga sandiq qo'yamiz. Maytdagi verstakni olib tepaga qo'yamiz. Tak. Tez ishimni qilib olsam, ertaga kelib qolishadi. Chunki merdan hali so'raganman. Bir kunda kelisharkan, bir kunda bitirishim kerak ekan. Tak,
yaxshi, menimcha yaxshi turibdi. Hamma daraxtlarga o'xshagan, soxta daraxtligini hech kim bilmasligi kerak. Tak, yaxshi chiqibdimikan? Bilmadim. O'zinglar baholab ketasizlar. Kim mana shunaqa uy qurish kerak bo'lganda, kim qanaqa uy qurardi? Kommentariyada yozasizlar. Mer. Ana merni chaqirdim. Va baholovchi, zo'r quribsan-ku. Zo'r chiqibdi. Rostdan ham zo'r chiqibdimi? Ha, zo'r ekan. Ichkarisini sharoitini ko'ramiz. Vau, sana ham qo'yib qo'yibsan ichiga. Men sanani o'zing o'g'irlab olasan deb o'yladim. yo'q, men unaqa shpion emasman. Zo'r quribdi, lekin mayli. Xayr, boshqa mahallalarni ko'rishimiz kerak.